Assalomu alaykum. İjtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, bizni kuzatib borayotgan O'zbekiston xalqi mana bir necha kundan beri Furqat Ro'zmetov, Azamat Avizovlar qonun doirasi degan katta kanal xalqimizga taniqli bo'lgan insonlar qamalgani bo'yicha ko'p tortishuvlar bo'lib turibdi, ko'p tushunmovchiliklar ham bo'lib turibdi. Bular haqida mendan ham ko'p so'rab turibdi, ko'p nimalar. Mana kommentariyalarda yozilgan shu shartlar bo'yicha, o'zini fikrlari bo'yicha yana chiqishga majbur bo'ldim. Bu yerda bizlarni borganimizdan keyin shu narsalar paydo bo'ldi, ko'p odam noto'g'ri tushunib turibdi. Biz borganimizdan keyin bu narsa paydo bo'lgani yo'q. Biz ham o'zimizdan borganimiz yo'q. Bizlar ham qonun himoyachisimiz. Bu narsa bo'yicha mana Furqat Ro'zmetov bilan uchrashgan vaqtimda aytib o'tganman. Sanakida ham, bizda ham shu prezident administratsiyasidan o'tgan hujjatlarimiz bor. Mana guvohnomalarimiz bor, litsenziyalarimiz bor deb o'tganman. Lekin biz oxirigacha borib, birovdan shartnoma qiladigan bo'lsak, biz shu surishtiruvimizni oxirigacha tashkilotlarga xat chiqarib, ular bilan kelishib, talab qilib, keyin yutib chiqqanimizdan keyin qo'yamiz degan narsani aytib o'tganman. Haqiqatan Furqat Ro'zmetovning qanday qamalib ketgani bo'yicha aytadigan o'z fikrimni bildiradigan bo'lsam, biz qamatmadik Furqat Ro'zmetov. Noto'g'ri fikrlar bildirmang. Uni qonun qamatib qo'ydi. Xalq talab qildi, qilgan bosib o'tgan, men shu yerda aytib o'tganman, qizili bosma, Furqat, qizili bosma. Qizil degan nima degani? Birovning zonasiga kirma, hududini bosib o'tma, huquqlarni poymol qilma deganmiz. Shularni poymol qilgani uchungina buni qonunlar qamatib qo'ydi. Buni o'zi shu tekshiradigan tashkilotlar qamab qo'ydi deb bemalol aytib bilamiz. Endi bu yerda Furqat Ro'zmetov Furqat beda ko'p kommentariyalarda yozibdilar. Furqat Ro'zmetov chalik bo'la olmaysiz baribir. Siz mana shu nimalar to'g'ri, biz bo'la olmaymiz Furqat Ro'zmetov chalik. Biz unday bo'lish xohlamaymiz. Ertaga so'z ustamonligi bo'yicha sizlarning fikringizni o'zgartirib, bunday qiladigan bizlarda uning talanti yo'q. Bizda nima bor? Qonun doirasida olib borish bilimimiz bor. Chunki qonundan chiqmasdan shu xalqimizning bir 3-4 million pulni olgan qonunlashtirib mana qonunda olishimiz mumkin. Shu asakam 3-4 million pul bilan 3 oylab yuramiz. Nima endi halollab yeyishimiz kerak bu narsani. O chiqarib bergan bilan u o'z bitib qolavermaydi o'zidan o'zi. Uni shu tashkilotlar bilan tortishib, oxiriga yetkazib, uni uchun qancha kurashish kerak. Bu oson emas. Furqat Ro'zmetov, Furqat Ro'zmetov bu qanday men borib qolganimni aytib bersam, menga ariza bilan murojaat qildi. Kimlardan aytgan shuni? Shu odam bu narsani oxiriga yetkazib biladi. Ariza tushdi. Ariza bo'yicha bordik. Furqat Ro'zmetov bizni kamera bilan kutib oldi. Kamera bilan aytdim, 100 daxlsizligi, shaxs daxlsizligi bor. Men rozi bo'lsam olishim kerak desam, olib turib qirqib qo'yib meni obro'sizlantirishga urindi. Bu o'zining shunday nima bo'lib ketishine sababchi bo'lib ketdi. Mana bu yerda uni ustiga ariza bergan emasman. Lekin men shu qaysi qizili bosib qo'yganini, qaysini qilib qo'yganini qisqaroq aytib o'tganman. Bu yerda aytganim shu bostirib turib aytdim. Furqat, bunchalik qilma. Men keladigan bo'lsam, bu narsani ochib tashlayman, tushunaman bu narsalar, qonunni yaxshi bilganim uchun ochaman desam ham, bu narsalar qo'ydi. Mana o'zi qo'yib turib, o'zini ochib qo'ydi. Bu Allohning narsa deb o'ylayman. O'zini kanaldan ko'rib turib, men bu surishtirsam, o'zini kanaldan ko'rib turib, uning aybini bilib olganlar. Men aytib turibman, o'zi qo'ydi.
meni kanalimda ketken emas. Men koyuşam bilmeydi dedi. Men koymayam, meni Furkat'takiden köp müracaatçılarım var. Vaktim yetmedi, üçün çaylab 2 öyle beraman. Alamayman müracaatlar. Niçin? Ağır geçe aklım yetedi. İçki işlere kirsem kütüp olardılar. Abdullah'a kamera ko'tarib mi? Lekin surishtiruv kamera ko'tarish degan emas jurnalistga. Kamerasiz kirib surishtiruv qilishi mumkin. Qonda belgilangan. Surishtiruv oxirida yutib chiqqandan keyin o'zi qoida qo'yish kerak. Aybsizlik prezumpsiyasi bor. Qancha odamni ayblab turibdi bular. O'zlari samosud qiladi. Samosudni bilaman, boradi, razbor qiladi qandaydir, kiradi. Bu jurnalistga to'g'ri keladigan ish emas-ku. Bunu o'ylanib ko'rish kerak. Qancha ogohlantirdim. Bularning hammasini men oldingi mana Qo'ndiq Safarov menga iltimos qildi. Shu Abdullaka jurnalistlaring o'zi qanday bo'lishi kerak? O'zi qoida qanday bo'lishi kerak? Bu hujjat olganingiz bilan ham siz ishlaysiz-ku. Nima ularni chiqarib turib pulni olib ketavermaysiz? Shartnomada chiqarib beraman denglar, olib ketavering degan vaqtda men shu bo'yicha bir chiqish qilib bergan edim bir oy bo'lib. Mana kuzatsangiz, ey, bu narsa oson emas. Ertaga buni chiqargandan gapirib qo'ygan narsani har bir so'zga javob berish kerak. Har bir so'zga javob berish kerak. Chiqarib qo'ygandan keyin uni oldin so'zga javob berish uchun mana shu yerdagidek qaror qabul qildirish kerak. Qaror qabul qilgandan biz haqqimiz bor. Buni gapirish kerak. Bo'lmasa ertaga kimdir ayblab qo'yishimiz mumkin. Furkat Ro'zmetov men to'g'risi majbur bo'lib chiqtiribman. Shuni ko'rsin, meni kuzatsin. İjtimoiy tarmoq shu nimalar ham kuzatsin, jurnalistlar ham kuzatsin, blogerlar ham kuzatsinlar. Bu narsada endi boshqasini men kelasi nimasida aytaman. Mana Gulrana Qasimova degan qizimizni yalang'och nimalarni chiqarib verdilar, nimada shu bo'yicha fikringizni bildiring deb turibdilar. İşonsangiz Kun.uz kanali eng shularning muxbirlari ham yanglishib qo'ydi. Aybsizlik prezumpsiyasini bosib o'tib ketib qoldi. Ertaga shuni ayblab, mening deb bir so'zga tushiradigan bir so'zga shuni ayblash mumkin. Ehtiyot bo'lish kerak. Mana ko'rdingiz. Men buni bir oy burun aytganman. Yonimizdagi yigitlardan ko'plarni yo'qotib qo'yamiz. Shu xalqimizga xizmat qilib yurganlar qonun doirasida yana, qonun doirasida kanali. Qonun doirasidan chiqib ketib mana qamalib o'tirdi. Keyin falankas qamatib qo'ydi. Men kimmiz bizni qamatib qo'ydi? Ama qonunni himoya qiladi organlar bor. Shular uni qamab turibdi. Onu buradan ko'rib bo'lmaydi. Yana Furkat Ro'zmetov yamonlab o'tirganimiz yo'q. Bizning aytganimizni shu rioya qilmasdan qonunlar buzib qo'ydi. Qamalmaydi shu buzma. Shu borgan kunimiz ham shu videoga olmasdan hujjatlarimiz qo'limizda hujjatlar ko'rganda shu qamalmay qolishi mumkin edi. Endi yana açıklaşamaz bulumuz. Biz shuncha yildan beri qonun himoyachisi bo'lib kelganmiz. Biz yig'olmiz u unchalik doma puli. Qayerdan oldi deb o'ylaysizlar? Surishtiruv jurnalist, taftish o'zim aytali, uni ham ko'p odam himoya qilib turibdi. Undan to'g'ri himoya qiladigan joylari bor. Men o'zim ham himoya otlanib turibman, boraman shularga taklif tushib. Lekin ular ham qizil bosib turgan joyi bor. 40 milyon, 50 milyon. Bu bechora xalq buna ishonib turib beradi. Bu sudmi? Ya kim o'zi? Advokat ham mesela 40-50 milyon olmasa kerak. Biz chiqarib beraman, oshirib bor. Borib turib hokimlar ham behurmat qilib turibdi. Ichki ishlar ham behurmat qilib turibdi. Shu qarayda xalqimiz ishonib qo'yadi. Unga 40-50 milyon pul beradi. 2 soat borib chiqarib beradi, pulni olib ketadi. Shuning uchun bu joyda endi men bir narsani Furkat Ro'zmetovning hozir men shu bir joyga borib turib surishtiruv o'tkazganini sizlarga qo'yib sharhlab beraman. Yaxshilab kuzating.
ma'nosini chaqib kuzating. Mana bizlarni aql yetmaydi, bilim yetmaydi degan mana ko'zi bilan ko'rgan ishonadigan xalqimizga buni bir qisqaroq qo'yib, har kun shunday sharhlab beraman sizlarga. Qanchalik bilim, qanchalik bo'lishi kerak bilim. Aytgan so'ziga qaraman bilimi. Haqiqatda uni qilgan ishiga qarang. Mana hozir Furqat Ro'zmetov shu yerda Shavot tumani Oqqo'l mahallasi fuqarolar yig'iniga borgan o'zicha surishtiruvni qo'yib beraman. Shuni qarang, endi buni sharhlaymiz. Qarang bilimi qanchalik ekan. Yo'qroq. Xabar berdilarmi? Viloyatdan mutaxassislar kelyapti. Kelaversin. Yo'qsa xabar berdilar. Xabar bergani bermaymiz. Ay молодец. Nima sizdan to'g'ri so'rab turmoqchi. Mana biza to'g'ri gaplar turibman. Chunki bizga xabar berdilar, biz shuning uchun keldik bu yerga. Yeyamazam. Men meni ishim qisqandan keyin. Turing mana. Man xohlasam ishonda ikkitama, xohlasam ko'chada ikkitama. Bu meni ishim. Siz ishingiz o, siz ishingiz bu. Mendan ne so'rab turibsiz? Sizdan men so'rab turganim, sizni xabaringiz bormi deb so'rab turibman. Telefon aytdi hozir biri. Ne mesele ekanligini bilmadim. Aytdilarmi viloyatdanmi? Mahallada uyushmasi boshqarmasidan dedi. Mana endi shu yerda hozir shu so'zni sharhlaymiz. Mahalla uyushmasi boshqarmasidanmiz dedi. O'zi uyushma deb tursa, yo uyushmami, yo boshqarmami? Shuni aql yetmaydigan odamni sizlar ko'kka ko'tarasizlar. Ey, mahalla uyushmasi bo'lishi mumkin. Nodavlat tashkiloti, bularning uyushmasi, bular xo'jayin emas. Bir qisqaroq qilib o'taman. Mana eshitib bor. So'ramadingizmi? Nedansan? O'sha so'rashim kerak. İçime turgan odamman. Mana shu so'rashim kerak. Doktor, Siz ishingizni aytishingiz, o'tmasligingiz o'zingiz masalangiz. Ya ne olacaksın? Ben sizden so'raman. Sizga shu odamlarni kutib turmasa, kutib turavering. Men sharam kelib ketaman. Xullas, muomalaga qarab. 20 nima qilib muomala qilish kerak sen bilan? sentyabrda To'g'ri aytyaptimi? bo'ladigan bo'lsa, men aytmoqchi bo'laman. Ertaroq harakat qilishim bilan. Prezidentimiz Namangan viloyatining tashrifida aynan mahallalarga e'tibor qaratdi. Bunga topshiriq bugun qaror qabul qilasiz. O, prezident nesini ham qo'yadi o'zicha aqlli kat. Menimcha o'sha narsalar bo'lmasligi uchun biz Yana o'tkazib qo'yamiz. Üç mesele, birinchi mahalla obodligini ta'minlash, shu jumladan obod mahalla, obod ko'chang. Bu bo'yicha o'rgangan bo'lsangizlar, lekin mahallani ko'rib turibmiz, ko'chalarida obodonchilik qanaqa emas. Buni o'zingiz ham bilasiz. Sen qayerdan bilding qanaqa Rahmat. 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 O'zbekiston mahallalar uyushmasi tuman bo'limining bilan faqat ustubiga amaliy ko'mak beradi. Bularni chora ko'rish bo'yicha kengash bor, vakillar yig'ilishi bor. Shular naqllar, vakillar yig'ilishida ko'rib, vakillar yig'ilishidan norozi bo'lsa, kengash bor, kengash raisi qarori ular ko'pchilik insonlar qarori bo'yicha kengash raisi bo'lmaganligini ham bilsanglar kerak. Kengash raisi mahalladan Qisqa qilamiz. Furqat Ro'zmetov mana senga javob. Aqling yetsa, sen mahallaga kirishdan oldin ruxsat ol. Mahalla o'zi nima o'zi? Uni kengashi bor. O'zining kengashini otchoq beradi. Sana emas, hokimga ham otchoq bermaydi mahalla. Sana birinchi kelganingda men birinchisini qo'yib o'tirmayman. Sana aytib turibdi. Ey deb turibdi. Uyingmi deb tursan, uyim deb turibdi. Qara. Yana boshqarmasiga deb sen kimlarga o'zicha uni ustida yozibsanlar, onlayn ovoza qo'yibsan buni bo'shatish bo'yicha. Sen kimsan bo'shatib uni? Buni mahallasindagi fuqarodan boshqa inson unga ta'sir ko'rsata olmaydi. O'zini o'zi boshqarish tashkiloti u. Mana seni kimligingni men ko'rsatib beraman. Seni biliming shu
10 sınıf balası biladigan narsani bilmaysan. Furqat O'zmetov xafa endi majbur aytib turibman buni. Mana seni ko'rib o'tirganlar bizga baho beradi. Bizga baho berish hali u odamlarga emas. Buni bizni tushunadigan odamlar baho berib turibdi bizga. Abdulla aka, keling. Mana bu xalqni himoya qiling. Bu Suvshunos qurilish komissiyasi kimlardan o'tish kerak? Dom qurilishiga chaqirgani uchun borgan edi. O'zi kattalashtirib o'zini qamatib qo'ydi. Ayttirib qo'ydi, mana og'zimdan ayttirib qo'ydi shuni. Shopping haqqında gapirtirib qo'ydi. Men keyin desam ham yo'q. Nima demoqsiz? Ayting qani nima xatom bor dedi. 100 ming dollar deganlar ochiqlab berdi. Shuni ko'rganlar buni asosiga birga bor ekan-ku. Mana men chaqirib turib so'raganlar shuni. Men aytmadim. Shuni bir nima qilib qo'ymasalar. Bugun mana qamalgandan keyin aytayapman. Mana kelib turgan, mendan ularning qo'lda yo'q dalillar ham bor. Haqiqatdan boshqa dalillar ham bor. Ovozli xabarlar ham bor menda. Endi nima demoqchiman? Mana Furqat O'zmetov nima qamat qo'yganini men bugun aytayapman. Qisqa qilib aytdim. Bu qisqa ko'rib borasizlar. Har kim buni yoritib boramiz. Lekin bizning uni qamal qolishida tarafdor emasmiz. Menda dalil bor hali, Furqat O'zmetov hali qamalgani yo'q. Ehtiyot chorasi berdi. Ehtiyot chorasi qamoq bilan bog'liq bo'lib turibdi, uni prosta uni saqlab turibdi. Hali qamalib bo'ldi degani emas bu. Harakat qilamiz buni uchun ham hali. Bizlar hali uni himoya qiladigan u tomonlama nimalarimiz mana kelib tushdi deb o'ylayman. Furqat O'zmetov hali bu yerda 165 deb turibdi. 165 men ham taxminini aytib o'tgan edim. Lekin bilsam shartnoma bilan qilgan bo'lib chiqib turibdi. Mana bugun aytaman sizlarga shuni, Xudo xolasa Furqat o'zimiz yigitimiz, biz Xorazmlikmiz hammamiz. Hammamiz xalqni himoyachisimiz. Shu xalqni himoya qilib turgan odam qamalib ketishini iflos odam ham xohlamaydi. Men borganim shuni ogohlantirayim, shuni shu narsalarni saqlab qolayim. O'zindan katta ne yasab ketib qolmasin. Oldindan borganligimni aytib o'tdim shu de. Yana qaytarib ko'ringlar. Oldingi borganimdan pisat qilmagan edi. Mana endi hayot ko'rsatib turibdi. Shuning uchun bizni kuzatib boring. Mana kerak bo'lsa bundan tashqari borgan joylarda qaysi qizil bosib qo'ydi. Endi buni eng asosiy qamalishning sababini keyingi nimamda aytib o'taman. Haqiqatda kattaroq qizil bosib qo'ydi. Shu kuni biz qaytganimizdan keyin o'zidan boshqacharoq joylari qizillarni bosib qo'ydi. Mana buni keyingi nimamizda aytamiz. Keyingi chiqishimizda. Shu kuzatib boring. Xudo xolasa endi biz ham bu harakatdan haqiqatdan xalqimiz mana internet orqali ijtimoiy tarmoq kuzatadi ekan faqat. Shundan ne oladi ekan? Shunda da g'o'r qiladi ekan. Shunda bir shu odamlar bilimli deb biz ham bundan keyin qilamiz. Biz lekin oxirigacha borib xizmat qilib beramiz. Men ham endi bundan keyin mana chiqishni o'rgandim. Asosiga o'rganib beradi ekansan. Buni agar jahling chiqsa, birov kimdir seni salgina nega bosib qo'ysa, men ham o'rgandim endi. Endi Xudo xolasa har kun shu o'zimning fikrim bo'yicha chiqib boraman. Xalqimizga foydamiz deysa, yoshimiz 70 ga borincha kurash harakat qilamiz Xudo xolasa. Lekin oramizda shu yigitlar ketib qolmasligini harakat etamiz. Lekin biz qilmaymiz, hech qachon o'zi har kim qilsa o'ziga o'zi qiladi. O'zi xato qiladi, uni qamiydigan ham davlat, uni jazo qo'llaydigan ham hukumat, amaldagi hukumat. Mana baho beraverasizlar. Rahmat aytmaysiz.